Mana shu yerdan turib Farg'ona vodiysidagi deyarli 70% tog'lar ko'rinib turardi. Mana shu tomonlarda tog'lar yaqqol ko'rinib turardi. Hattoki mana bu janubiy tomondagi tog'lar ham ko'rinardi. Hozir bu tog'lar ko'rinmayapti. Buni sababi mana bugun 2025-yil 18-oktyabr. Tuman yoki sovuq havo emas. Bu ko'zga ko'rinayotgan narsa tuman emas. Bu tutun. Farg'ona vodiysi endi hammasi bilmadimi, lekin mana shu joy turgan joyda deyarli hamma tomon tutun bilan qoplangan. Bu holat kamida 3 yildan beri shunaqa ahvolda. Agar topa olsam iloji bo'lsa shu yerdan, xuddi shu yerdan turib tog'larni rasmga olgan 3 yil oldin olgan rasmlarimni qo'yaman shu yerga. Bunaqa bo'lishiga sabab mana bu yerda axlatxona bor, o'sha markaziy axlatxonaga aylangan hozirgi kunda tuman axlatxonasi hozirgi kunda kamida 2 yoki 3 yildan beri mana shu ahvolda.